Bilganki, o'sha Abu Nasr Farobiyni hattoki Musiqiy al-Kabir degan katta kitob, musiqa haqidagi katta kitob asarlari bor. Ana shu kitobda doira usuliga to'xtalib, ana shu yerda maqom usullari haqida berilib ketgan. Bu keyinchalik o'sha bizni davrigacha yetib kelib, Abdurauf Fitrat domla o'sha o'zlarini musiqiy risolalarida eslab o'tilgan. Mana hozirgi kunda qarangki, o'quvchilarimiz o'sha maktab yoshida, mana 5-6-7 sinfda tasnif, tarjih, gardin usullarini, maqom usullarini o'rganib kelishyapti. Va bundan keyin mana oliy ta'limga borishadi. U yerda o'sha nasr bo'limidan, ashula yo'llaridan o'sha maqom usullari, birinchi guruh sho'basi, ikkinchi guruh sho'basi ashula usullarini o'rganib borishadi. Ularni ham o'ziga xos murakkab usullari bor. O'sha sarahborlarda, sarahborlarni taronasida mana sarahbor rost, ikkinchi mana 6 maqomda buzruk, rost, navo, dulgoh, segoh, iroq bo'lsa, bu ikkinchi katta maqom. Eng go'zal maqomlardan rost maqomi. Buni birinchi o'sha taronasi 16 ta'kid bilan har bir usulni bir davri aylanmasa 16 ta'kidga teng. O'shuning uchun eng quvonarlisi hozirgi kunda mana o'quvchilarimiz mana shu usullarni ham ohang raqs san'atidagi o'sha ishlatiladigan usullarni ustozlarimizdan ham, o'zimiz ustozlardan ham, bizdan oldingi kelgan ustozlarimizdan mana Dadaxo'ja Sottiqxo'jayev degan maqomchi ustozimiz bo'lganlar. Undan keyin mana Rahmatilla Samadov, Qudratilla Samadov, juda ko'plab, son sanoqsiz. Mana Ustolim Komilov eng doirachilari, piri deymiz. Ulardan keyin mana G'ofir Azimov, G'ofir Solihov, Abulqosim To'ychiyevlar, aka-uka Islomovlar, Elmurod Xolmurod, Dilmurod Islomovlar, Qahramon Dadayevlar, bularni sanasak, bizi o'zbek doirachilik san'atini darg'alari hisoblanadi. Albatta biz o'sha ustoz shogird an'anasini mana bugungi ijroda ko'ryapmizki, mana hozirgi eshitadigan asarimiz ham mana Murodxon Muzaffarov bizni o'sha an'anaviy ijrochilik bo'limida o'z mehnat faoliyatini olib boryapti. Hozirgi kunda mana o'quvchilarimiz bilan o'sha qiziqtirib, ustoz shogird an'anasini yana bir ko'rinishi sifatida zavqiga zavqi deb nomlab bir asar tayyorlab kelishdi. Juda ham yaxshi. Demak, ko'rsatuv